Bunaqa vidli xonadon kamdan kam sotuvga chiqadi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Novostroyka uyimizning obzoriga kelganmiz. Uyimiz 4 xonali 5-qavatda joylashgan. Domimizning umumiy qavatligi 9 qavat. Hozir esa men sizlarni qisman uy xonalar bilan tanishtirib o'taman. Bu ko'rib turganingiz uyimizning zal qismi. Bu xonalarni ham hozir ko'rsatib o'taman. Uyimizning umumiy maydoni 144 kvadrat metr. Uyimizda 4 ta xona, 2 ta sanuzyuli bor. Bu ko'rib turganingiz uyimizning garderobniy xonasi, bu yerda встроенный shkaflar qilingan. Bu yerda bizda родительский spalni o'zini sanuzyul garderoblari bilan birga. Uyimizda ko'rib turganingiz mehr bilan remont qilingan, hamma качественный materiallar ishlatilgan. Bu yerda bizda детский xonamiz. Koridor qismida bu yoq tarafga o'tganimizda bu yerda bizda bitta родительский spalni o'zini garderobnisi bilan birga. Hozir esa sizlarga общий sanuzyulni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda bizda общий sanuzyul joylashgan. Bu yoqda uyimizning oshxona qismi yaxshi mebel texnikalari bilan birga jihozlangan. Uyimiz kimga yoqqan bo'lsa, Lider Estate jamoasiga murojaat qilinglar. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Hammaga rahmat.